astag'firulloh va atubu ilayh yoki astag'firullohni o'zi. Aytdik 40 ming marotaba kim astag'firullohni aytsa, xohlagan butun g'ami yechiladi. Farzandsizmi farzandli bo'ladi. Ish yurishmayaptimi? Ish yurishadi. Muammoga kirib qolganmi? Muammosi yechiladi. Qamoqdami? Alloh taolo yengillik beradi. Nima muammosi bo'lsa, adadini astag'firulloh va atubu ilayh. Qiyinmi? Oson. Astag'firulloh, istig'forni 40 ming adadga yetkazing bugun. Alloh taolo 40 ming adadgacha yoki o'sha adadga bormasdan Alloh taolo yechadi. Bir birodarimiz aytayapti, hayotimizda bo'lgan. Taqriban bir odam 200 million qarz bo'lgan ekan bu yigitdan. Aytadi u kishi, taqriban 1 yildan beri sudga ham beraman, boraman, iltimos ham qilaman, urushaman ham, so'kaman ham. Umuman foyda bermaydi. Keyin domlaning oldiga keldi. Domla bir nima yo'li bor? Biz shunaqamizda. Hamma ishni qilib bo'lgandan keyin bo'lmadiki, buni bir eskicha qilib qo'yaylik deydi. Hamma ishni ko'radi. Qo'lidan kelgan butun ishni qiladi. Bo'lmadiki, nima deydi? Biror bir yo'li yo'q, bir domlaning oldiga borish kerak deydi. Biz aytdik, yo'li bor. Qanday yo'li? Tasbihni olasiz, mana elektron tasbihlar chiqqan. 40 ming adadga astag'firulloh atubu ilayh deysiz. Masala yo'q. Taqriban 2 yo 3 kundan keyin telefon qilyaptilar. Domla, hali 40 mingtaga yetgani yo'q, 7 ming qancha bo'lgan. Mendan so'ramasdan o'zi meni hisob raqamimga u pulni tashlab qo'ydi, deyapti. Subhanalloh. Mana birodar. Mana qarzdormisiz? Birovdan qarzingizni ola olmayapsizmi? Hayotingiz bugun qiyinmi? Tijoratingiz yurishmayaptimi? Birodar 40 mingta istig'for ayting. Astag'firulloh va atubu ilayh. Erinmasdan ayting. Xohlang 1 kunga ayting, xohlang 10 kunga ayting. Alloh taolo fazl va marhamat bersin. Yaxshilik va barakot bersin inshaalloh.